Eron ikkinchi G'azoga aylanmoqda. Isroil va AQSh Tehronni bombardimon qilishda davom etmoqda. Birlashgan Arab Amirliklari prezidenti Eron hujumlari fonida aholini va turistlarni tinchlantirish uchun Dubay Mallga sayr qilib, kechki taom tanovul qildi. Netanyahu: bu cheksiz urush emas. Bu shunday jarayonki, u hali ilgari ko'rilmagan yangi tinchlik davrini boshlab beradi, dedi Netanyahu. Kim Chen In Eronga yordam qo'lini cho'zmoqchi. Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chen In Eronga raketa yetkazib berish imkoniyatini istisno qilmasligini ma'lum qildi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, hozircha bu bayonotdan keyin amaliy qadamlar tashlanadimi yo'qmi aniq emas. Ilgariroq ommaviy axborot vositalari Pxenyan Eronning raketa dasturlariga norasmiy tarzda yordam bergan bo'lishi mumkinligi haqida xabar tarqatgan edi. Ammo bu ochiq bayonotlarsiz amalga oshirilgani aytilgan. Agar yetkazib berish rasman va ochiq tarzda yo'l qo'yilsa, bu Shimoliy Koreyaning mojaroga amalda aralashuvini anglatadi va mintaqadagi kuchlar muvozanatini jiddiy o'zgartirishi mumkin. Tahlilchilarning qayd etishicha, Eronning zaiflashishi yoki qo'llash ehtimoli mintaqaviy muvozanatga jiddiy zarba bo'lishi mumkin. Yangi oliy rahbar Oyatullohni saylash marosimida delegatlarga raketa hujumi uyushtirildi. Isroil Qumdagi ekspertlar kengashi binosiga hujum qilindi. Ular bugun oliy rahbarni tayinlash uchun shu binoga yig'ilishgan edi. Ekspertlar kengashi yangi oliy rahbarni tanlash uchun mas'ul bo'lgan 88 nafar diniy olimlardan iborat kengashdir. AQShda o'rta va yuqori sinf qurollarning cheksiz zaxiralari bor, lekin rostdan ham shafqatsiz qurollar, dedi AQSh prezidenti Donald Trump. Turkiya ham tayyor tursin. Turkiya Buyuk Millat Majlisi raisi Davlat Bahcheli: bir boshqa bir o'lim. Ustimizga kim kelayotgan bo'lsa, kimlar kelishini o'ylayotgan bo'lsa, ko'radigan azobni ham bilib qo'ysin. Noto'g'ri hisob-kitob qilmasinlar. Bir o'lsak, ming tirilamiz, dedi Davlat Bahcheli. Cristiano Ronaldo shaxsiy samolyotida Saudiya Arabistonidan Madrid tomon yo'l oldi. Xabarlarga ko'ra, Eron davom etayotgan urushda Xitoy havo mudofaasi tizimining muvaffaqiyatsizligidan noroziligini bildirdi. Xitoy tomonidan Eronga yetkazib berilgan 3 ta havo mudofaa tizimi AQSh va Isroil tomonidan Eronda dastlabki 1 soat ichida yo'q qilingan.